Mana shu karnivalni 3-4 kun oldin auksiondan yutib olgandik. Televizorda o'zi 1 million 400 ming. Disk olganman, 4 ta diska, qop qorasidan $400 u. O'zingiz minib ketasiz. O'zim minib ketaman. Xullas, mashina rastamoshkasi qancha? Sizga shu mashina qanchaga tushyapti? Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Mana shu karnivalni 3-4 kun oldin auksiondan yutib olgandik. Bunaqa holatda emas edi. Hozir qo'yilgan narsalarni, qilingan ishlarni bitta-bitta aytib o'tadilar o'zlari. Assalomu alaykum. Mashinaga qilingan narsalarni bir chetdan aytib o'tay mayli. Birinchi qilgan ishimiz bunga paroq qildik. 600 ming bo'ldi. 600 ming vonna. 600 ming von, примерно bu bo'ladi $400. Bolalar ko'pligi uchun ichkariga so'mta qo'ymasligi uchun bagaj qo'ydim. 2 million von. 2 million von bu bo'ladi $1400. $1400. Televizor. Bu yerda mana shu televizorimiz. Buni kichkina o'g'lim den rajdenasi bo'lganda, den rajdenga nima podarka qilay desam, mashinaga televizor qo'ying dedi. Multik ko'rib ketamiz dedi. Shuni ikkita pulti bor. Shuni hisobiga mana shu televizorda Ikkita pulti. Televizorda o'zi 1 million 400 ming. 1 million 400 ming. $1000. $1000. Uстановkasi bilan. Tak. $2800. $2800 bo'ldimi? Polikchi? Polik ham yangi qo'ygan ekansiz. Polik $200 ga o'zlari tikib, joylashtirib, qotirib, chiroyli qilib berdi. Xullas, mashinaga bagajniklarim bilan. Undan oldingisida o'zida bagajnik yo'q edi. $3000 ketdi o'sha. $3000 rasxod qildim. $3000 dan tashqari, diska olganman, 4 ta diska, qop qorasidan. Qop qora diska. Hali qora mashinaga qora diska. Qora mashinaga qora diska oldim. U diska qancha endi? $400 da u ham. $400. $400 ga tushadi. $3400 bitta mana shu mashinaning o'ziga prosta o'zingizni nima deydi, udobstvengiz uchun saflandi. Xullas, mashina hammaga qiziq. Rastamoshkasi qancha? Sizga shu mashina qanchaga tushyapti? Bu hozir primerna hisobladim. Vladivostokka menga 2 million 600 mingga tushadi. Shu polni dop qo'yilgan. O'zi shu yutib olganimizda aytganingiz 2 million 300 ga Vladikka rastamoshka bo'lib tayyor bo'ladi, qo'limga tegadi deganingiz. Xullas, yana 300 ming ustiga o'tiribdi-da mashinasidan. 300 ming o'tirdi, yana 300 ming sal oshiq o'tirdi. Hamma har joy bilan solishtiradi-da. Shunaqangi mashinalar Moskvada ko'p. Ko'p. Примерно narxini ayta olasizmi? Bu qaysi komplektatsiya? Yili nechi? Nobles 2021-yil bu maksimal komplektatsiyada. Maksimal komplektatsiya lyuklar bilan olganman, lekin lyukda afsuski ochib bir baxta ko'radi. Kimdirlar lyuk qidirib, sarson bilan siz bo'lsangiz lyukni tamom yopib tashlaydi. Tamom yopib tashadi. Lyuk kerak emas. Chunki mashina salonida lyuki bor, lekin tomda bagaj turibdi. Bagaj turibdi. Plus yana televizorni o'rnatib qo'yibsiz. Mana shu mashinani men Rossiyadan ko'rdim. Agar shunday, mana shunday maksimal komplektatsiyada, mana shunday hamma yo'qda mandek qilib olib borsangiz, narxi 4 million. 4 million? 4 million rubl. Zo'r gap yo'q. Lekin menga 2 million 600 mingga tushdi. Tushadi-da endi. Buni obzorlarni kutib qolsa, men Vladivostokdan to Moskvagacha obzor qilib ketaman. O'zingiz minib ketasiz? O'zim minib ketaman. Spesialni o'zim kelaman, minib yo'llarda obzor qilib, polni. Xullas, opta oshirib, shu narsalarni ko'rdik. Qayerda kim qilib beradi, qanchaga qilib beradi, narx-navolari polnisda aniq. Navoda shunaqangi mashina xohlashsa, prostoyroq mashina olib turib shunaqangi qilib beraveramiz. Agar ana shunday qildiraman degan odamga lutchi prostoy olgan yaxshi ekan. Qo'ri lyuk bor, panorama bor, lekin kira emas. Ocholmaysiz, ishlatilmaysiz. Naborot, men buni uzdiraman borsam, shtoba bolalar ochib yormasligi uchun. To'g'ri. Bezapasiz. Hammaga ham do'stlar shunaqa mashinalarni minish nasib qilsin. Xudo xolasa bizga xizmatda kimga shunaqa uslugalar kerak bo'lsa, buni ham qilib beraveramiz. Yaqinda bitta qilgan ishimizdan bittasi Santa Fe'ni 5 mingtaligini auksiondan arzon olib, uni ham orqaga 3-rad qo'yib 7 mingtalik qilib berdik. U ham примерно $1000 ga полностью o'zini radnoy, afishkalari ham radnoy. Hech qanaqa kesilib, переделка qilinmagan. Hozir yana bitta klientimiz telefon qilib qoldi, bizdan Sarento mashina olgandi. 4-mashinasini olishi edi, Sarento olgandi. Parog kerak degandi. Shu parogini ham zakaz qilib, men shu mashinani olib ketaman. Paroga ana turibdi. Parogni olib keltirdim. Sarentoga qo'yib. Sarentoga olib borib qo'yib beramiz. Lekin to'g'risi parog qo'ysa bir mashina xuddi katta baland mashinaga o'xshab ko'rinar ekan. Ana paroglari
yangi o'zining shirinasiga, o'zining dilinasiga polni radnoyda bu. Ana Kota ferma. O'ziga radnoyi bu. Bu hech qanaqa переделка emas, xitoyskiy emas, o'zi koreyskiy ferma. Bu уже maksimal komplektatsiyadagi balon. Buni men 2024-2025-yil chiqqan modeldagi diskadan qo'yaman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Olganman, uni keyin qo'yganimdan keyin ko'rsataman. Mashina bilan tanishdinglar, ko'rdinglar. Mashina xudo xolasa 2.8 larga Vladivostokka rastamoshka bo'lib, polnusda qo'llariga tegibdi. O'zlari uchun 2.600.000. 2.600 ga mana. Ha. Kimga shunaqa mashina kerak bo'lsa, marhamat, pastda nomer qoldiramiz. Xohlasanglar prostoy mashinani tanlasanglar, olib chiqib, parok, bagajnik, salonga xohlasalaring ikkita televizorni qilib beramiz. Bittasi orqadagi odam uchun, bittasi passajirga, voditelning yonidagi. Xullas, like bosib qo'yinglar. Hammaga nasib qilsin shunaqa mashinalarni minish. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.